Sarvinoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, men Ijtimoiy himoya milliy agentligining mahallaga biriktirilgan ijtimoiy xodimi bo'laman. Ism sharifim Xayrullayeva Shokira. Suhbatimiz davomida sizga qanday murojaat qilganim ma'qul? Tanishganimdan xursandman. Ismim bilan murojaat qilishingiz mumkin. Vazifam haqida ozroq tushuncha berib o'tsam, mening vazifam sizni oilangizni o'rganib, ehtiyojingizni aniqlab, sizni qiynab turgan muammolaringizni tahlil qilish va uni yechimini topish bo'yicha birgalikda tegishli rejani ishlab chiqishdan iborat. Faoliyatimiz muayyan axloqiy tamoyillarga qaratilgan, o'rnatilgan qadriyatlarga rioya qilgan holda olib borishni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bizning ishimizda maxfiylik tamoyilini juda ham hurmat qilamiz. Siz bilan uchrashuv davomida suhbatimizda aniqlangan ma'lumotlarni siz qarshi bo'lmasangiz o'zimga qayd etib boraman. Mayli. Zaruriy hollarda siz haqingizdagi ma'lumotlar tegishli tashkilotlarga bo'lishimga to'g'ri keladi. Yana bir boshqa tamoyillardan biri shaxsni hurmat qilish, uni fikrini inobatga olish, tegishli xizmatlarni belgilayotganda sizni taqdiringizga taalluqli bo'lganligi sababli o'zingiz qaror qabul qilishingizni hurmat qilishdan iborat. Davom etishdan oldin so'rasam, boshqa savol va izohlaringiz bo'lsa, eshitaman. Iloji bo'lsa men haqimdagi ma'lumotlar tarqalmasligini xohlayman. Sarvinoz, meni oldimga kelishga nima turtki bo'ldi? Men 2 oy oldin ajrashganman. Bunga sabab turmush o'rtog'im boshqa bir ayol bilan shar'iy nikohdan o'tgan va bir uyda ikkalamiz yashashimizni xohlayapti. Men birga yashashni istamadim va ota uyimga ketdim. Bizning 3 nafar farzandimiz bor. Katta qizim 7 yosh, turmush o'rtog'im bilan qolgan. Keyingi farzandim 4 yosh, kichigi 1,5 yosh. Bu ikkala farzandim hozirgi kunda men bilan. Oiladagi ukalarim bo'lmaganligi sababli moddiy ta'minot yetishmovchiligi mavjud. Ota-onam ham nafaqasi orqali hayot kechiradi. Sarvinoz, bunday hodisalar boshingizdan o'tganidan afsusdaman. Bu vaziyatda siz farzandingiz uchun kuchli onasiz. Ijtimoiy xizmatlardan qanday yordam kutyapsiz? Hozirgi ahvolimdan kelib chiqib, moddiy yordam berishingizni so'rayman. Sexiga ishga kirishimga yordam berishingizni va u joyda staj ketishni xohlayman. Muammolaringizga tez fursatda yechim topishga ko'maklashaman. Sizning mehnatingizni hisobga olib, imtiyozli dasturlar yoki qo'llab-quvvatlash imkoniyatlariga yo'naltiramiz.